Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 5-darsimizga kirib keldik. Bugun sizlar bilan Word dasturini ishga tushirishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni Word dasturidan qanday qilib foydalanishdi. Xo'p, birinchi o'rinda Word dasturini ishga tushirish bosqichlari bor. Mana 3 ta bosqichga bo'lib olamiz. Birinchi bosqich Push menyusi orqali Word dasturini ishga tushirishingiz mumkin ekan. Ikkinchi bosqichda Push R, ya'ni Win plus R tugmasidan u yerga WinWord kalit so'zini kiritish orqali ham Word dasturini ishga tushirishimiz mumkin. Uchinchi bo'limimiz bu Sazdat menyusidan Word fayl yaratish orqali Word dasturini ishga tushirish. Kelinglar mana shu 3 ta usulni birgalikda sinab ko'ramiz. Demak, рабочий stolga qaytib boramiz. Birinchi usuli, agarda рабочий stolingizda Word dasturi mavjud bo'lsa, bu yerdan ham ishga tushirsangiz bo'ladi. Agar bu yerda mavjud bo'lmasa, demak nima? Windows bo'limiga o'tib, mana Windows bo'limiga o'tib, bu yerdan L bor, mana barchasi va mana shu yerdan demak Word dasturini topib olamiz. Word dasturini mana xo'sh. Bu yerda chiqmadi. Biz poiskga yozamiz. Poiskga demak Word deb yozamiz. Mana Word 2003 varianti ekan, bizning kompyuterimizga o'rnatilgan. Bu yerdan demak Word dasturini ishga tushirib olamiz va bizda mana shablon qismlari ko'rindi. Xo'p, ikkinchi usuli boya aytganimizdek, Push R tugmasini bosamiz va bu yerda Run oynasi ochiladi. Bu yerga kalit so'zni yozamiz. Maxsus kalit so'zimiz WinWord kalit so'zi edi. Endi ok tugmasini bosish orqali biz yana Word dasturini mana ishga tushirib oldik. Endi uchinchi usulini ko'ramiz. Ekranimiz mana рабочий stolimizda bo'sh maydoniga sichqonchamizni olib kelib olamiz va sichqonchamizni o'ng tugmasini bosish orqali bu yerda context menu chiqadi. New yoki Sazdat bo'limiga kiramiz mana bu yerdan va bu yerda mana Document Microsoft Word mana shu demak buyruqni ustiga bosish orqali bizlar maxsus Word fayl, ya'ni dokument faylni yaratib olamiz. Bu yerdan faylni ichiga kirishimiz mumkin. Mana Sazdat qilib oldik. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek Word dasturini 3 xil usulda ishga tushirishni o'rgandik. Buni albatta siz ham bajarib ko'rishingiz kerak. Xo'p, keyingi bosqichda mana shu Word haqida ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, uzoq yillar davomida o'sha insoniyatga xizmat qilib kelgan nimalarimiz bor? Masalan, birinchi qo'lyozmalarimiz bor. Ya'ni toshlarga ma'lumotlarni yozib saqlab qo'yganmiz. Keyinchalik qog'oz ixtiro qilgan, qog'ozlarga ruchkalar o'ylab topdik va o'sha ruchkalar yordamida qog'ozga ma'lumotlarni yozib saqlab keldik. Undan keyin sharikli ruchkalar keldi. Endi ranglar yordamida demak qo'lyozmalarga biz matn yozishimiz kerak bo'ldi va keyingi bosqichda mexanik harf terish mashinkalari demak nima bo'ldi? Ishlab chiqarildi. Endi biz ma'lumotlarni klaviatura orqali demak qog'ozga chop etadigan bosqichga keldik. Va hozirgi kunda biz kompyuterdan foydalangan holatda xohlasak hujjat, xohlasak kitob, darsliklar, gazeta, jurnallar, buklet, otkritkalarni osongina ravishda yozib, demak nima qilishimiz mumkin? Printer orqali chop etishimiz mumkin, ularni ko'paytirishimiz mumkin va yoki kimgadir jo'natish orqali demak nima qilishimiz mumkin? O'sha fayllarni tarqatishimiz mumkin ekan. O'zi Microsoft Word Office oilasiga kiradi, ya'ni amaliy dasturiy ta'minot oilasiga kiradi. Aynan matn terish, uni rasmiylashtirish, matnlarga jadval, rasm va turli obyektlarni joylashtirish va bezash uchun ishlatiladi. Microsoft Word dasturini demak Android va iOS variantlari ham bor, ya'ni bemalol telefonda ham ishga tushirib foydalansak bo'ladi yoki Mac iOS dasturlarida ham mo'ljallangan versiyalari mavjud va ularni albatta internetdan yuklab olishimiz mumkin ekan. Xo'p, Microsoft tarkibiga, ya'ni matn muharrirlari tarkibiga quyidagi 3 ta dasturni kiritamiz. Bular Blocknote, WordPad va Word dasturlari mana shu matn muharrirlari oilasini tashkil qilar ekan.
Keyingisi 1992-yilda o'sha bizni ofis dasturlarimiz atiga 4 ta ilovadan tashkil topgan. Bular Word, Excel, PowerPoint va Mail degan dasturlarimiz. Hozir 2020 ga kelib bu dasturlarimiz anchagina demak soni oshgan. 2024-yilda esa demak ondan ortiq ofis paketlari mavjud. Biz ularni demak Microsoft Office'da o'rnatganimizda bizda avtomatik demak dasturlarimiz o'rnatiladi va ulardan bemalol foydalansak bo'lar ekan. Xo'p, umumiy holatda dastur ishga tushgach, ekranda uning ko'rinishi, ya'ni interfeysi ma'lum bo'ladi. Mana birinchi ko'rinishda o'sha pusk davom tugmasi orqali WinWord kaliti so'zini yozib, Word dasturini ishga tushirganimizda mana shu Word oynasining demak birinchi ko'rinishi. Keyin esa o'sha dasturda ichiga yangi dokument hosil qilamiz va yangi dokumentdagi bu yerda keltirilgan umumiy ko'rinish. Xo'p, bu yerda o'sha Word dasturini ishga tushirish bosqichma-bosqich tushuntirilgan, ya'ni ish stolida joylashgan holati, ish stolidagi yarlik ikonkasini bosish, ish stolida masalalar panelidan, ya'ni panel zadash mana ko'rib turgan qismingizdan ishga tushirsak bo'ladi. Mana bu yerdan rasm orqali ko'rsatilgan o'sha push menyusini to'g'risida agar Word dasturini ishga tushirish uchun tugmacha mavjud bo'lsa, o'sha yerdan ham demak Word dasturini ishga tushirib olsak bo'lar ekan. Xo'p, Word dasturi o'zi matn muharririning imkoniyatlari bor. U nima qiladi? Ya'ni matn terishda, matnga rasm qo'yish, matnlarga rang berish, shrift almashtirish, matn va jadval bilan ishlash, matnni har xil bichimlarda saqlash, ya'ni o'sha listlarni variantini ko'rsatishimiz mumkin. Matnni sahifalashimiz, katta hajmdagi matnni ichida demak qidirish, o'rniga boshqa matnlarni qo'yish, matndagi ma'lum bir qismlarni kesib olishimiz mumkin yoki matnni ko'chirishimiz, matnni chop etishimiz va matnda ortografik xatolarga tekshirish orqali demak Wordda hujjatimizni kerakli sozlamalarini sozlab ketishimiz mumkin. Bu yerda endi menyudagi buyruqlar qatori keltirilgan. Bizda Главный menyusi, Vistavka, Konstruktor, Maket, Sisilki, Resenzирование va Vid bo'limlari mavjud menyular bo'limimizda. Bularni hozir qisqacha umumiy holatda ham ko'ramiz. Mana ko'rib turgan holatingiz bu Word dasturining demak umumiy ko'rinishi. Mana bu list. Bularni hozir men sizga bosqichma-bosqich tushuntiraman. Mana shu maydonimizda eng yuqori qismda joylashgan maydonimizda o'rtasida, ya'ni dokument 2 mana Word. Bu bizda sarlavha satri deb yuritiladi. Mana shu qism sarlavha satri deb yuritilar ekan. Birinchida turgani bu dokument, ya'ni faylimizning nomi, keyingisida turgani esa qaysi dasturda ishlayotganimiz. Ikkinchi qism ekranimizda o'sha qatorda chap tomonida panel Bistroga Dastup, ya'ni tezkor ishga tushuvchi tugmalar majmui joylashgan. Mana ko'rib turganingizdek, bu tezkor ishga tushuvchi tugmalarda o'zining vazifasi bor. Masalan, ortga qaytish, oldinga o'tkazish, saqlash yoki yana boshqa demak tugmalarni ham bu yerga joylashtirib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bizga kerakli, eng kerakli tugmalarni bu yerga demak menyudan joylashtirsak bo'lar ekan. Keyingi qismimiz mana fayl, Главный, Vistavka, Dizayn, Maket, Sisilka, Rasilka, Resenzирование, Vid, Разработчик bu menyular satri deb yuritiladi va har bitta menyuning o'zining vazifasi bor bu yerda. Masalan, Главный menyusining vazifasi, Vistavkani vazifasi, Dizaynda har bir menyuning vazifasi bor. Va masalan, hozir Главный menyusida turgan bo'lsak, mana pastki qismda mana shu oq maydon bu lenta deyiladi. Mana lenta deb yozilgan, ya'ni men aytaman uskunalar paneli deb yuritiladi. Bu uskunalar paneli qaysi bo'limga tegishli? Главный bo'limiga tegishli bo'lar ekan. Endi yanada pastroq Lineyka bo'limi bor. Mana shu listni yuqorisida mana chizg'ich bor. Mana sonlar bilan belgilangan va yon tarafda ham bor. Chap tarafimizda, yon tarafida ham mana shu bo'limimiz bor. Buning vazifasi, mana shu Lineykaning vazifasi, ya'ni hujjatdagi demak o'lchamni bizga ko'rsatib beradi, ya'ni sahifa chegaralarini bizga sozlashga yordam beradi. Hali sizlar bilan o'sha sahifa chegaralarini qanday sozlashlik kerakligini ham o'rganib chiqamiz.
Va pastki qism bu holat satri deb yuritiladi, ya'ni hujjatimizning holatini bu yerdan ko'rib tursak bo'ladi. Masalan, mana bu yerda mana bo'limlar bor, stranitsa. Bu o'sha hujjatni nechtaligini ko'rib tursangiz bo'ladi. Chislo ichidagi so'zlarning nechtaligi va hokazo mana bu yerlarda ham bo'limlari bor. Yoki o'ng tarafga o'tadigan bo'lsak, mana listni 3 ta o'lchamda o'zgartirishimiz mumkin. Mana har doim o'rtadagisi turgani ma'qulroq o'zimizga. Va mana bu yerda masshtab bor, ya'ni listni bizga yaqin uzoqligi. Bu qanday bo'ladi? Mana minusni bossangiz, list sizdan uzoqlashadi. Plus tugmasini bossangiz, list sizga yaqinlashadi. Buni yanada qulayroq usuli Ctrl tugmasini bosib turib, sichqonchani g'ildiragi bor. Ctrl tugmasini bosib turasiz va sichqonchani g'ildiragini oldinga aylantirsangiz, list sizga yaqinlashadi. Agarda sichqonchani g'ildiragi Ctrlni bosib, sichqonchani g'ildiragini ortga aylantirsak, demak bizdan list uzoqlashar ekan. Mana shu sozlamani albatta bajarib ko'ringizlar. Xo'p, dastur interfeysi quyidagi qismlardan iborat. Hozir sizlarga aytganimdek, mana bu yerda umumiy holatda tushuntirib o'tdim. Buni ham daftaringizga kiritib yozib qo'ysangiz bo'ladi. Mana birinchisi sarlavha satri. Boya aytganimdek, sarlavha satri hisoblanar ekan. Mana dokument bu yerda 3 Word deb yozilgan. Keyingisi tezkor murojaat etish paneli. Mana bu panel, ya'ni ekranimizda o'sha chap tomonda turadi dedik boya. Panel bistroga dastur, ya'ni tezkor murojaat etish paneli hisoblanadi. Bu aytganimdek ortga qaytish, oldinga qaytish, saqlash tugmalari. Menyu bo'limida lenta tasma deb nomlangan panel boya aytganimizdek. Fayl, glavniy, vistavka, razmetka stranitsa, sisilka, rasselka, resenzuroniy vid. Bu demak nima ekan? Menyular bo'limi, ya'ni lenta qismi ekan. Va formatlash va uskunalar paneli. Bu yerda biz dasturimizda format bo'limini ochib olishimiz mumkin. Men uskunalar paneli deb yuritaman bu yerda. Masalan, har bitta menyuni o'zining uskunalar paneli mavjud. Bu yerdan o'sha uskunalar panelini ko'rib, demak nima qilsak bo'lar ekan? Har bitta menyuni tekshirib ko'ring. Glavniyni bosib ko'ring, vistavkani, razmetkani, sisilkani, ya'ni keyin qarang uskunalarga bir-biridan farq qilayotganini bu yerdan ko'rishingiz mumkin ekan. Xo'p, bu mana umumiy list belgilab berilgan, ya'ni dastur interfeys quyidagi qismlardan iborat bo'ladi. Ishchi soha. Mana bu list bizda ishchi soha hisoblanadi, ya'ni biz mana shu listdan tashqarida vazifalar bajara olmaymiz. Matn yozsak ham, rasm joylashtirsak ham, masalan, yoki qanaqadir jadvallar yasasak ham mana shu listning ichida amalga oshishi kerak. Shuning uchun bu ishchi soha hisoblanar ekan. Va ixtiyoriy matn chiqarish uchun siz albatta Wordga kirganingizdan keyin quyidagi kalit so'zni yozib ko'ring. Teng lorem xy teng rand xy. Bu matnni qanday hosil qilamiz? Masalan, men hozir Word dasturiga o'tib ko'raman. Bunda qanday amalga oshirdik? Pusk r'ni bosib, bu yerga winword kalit so'zini kiritish orqali biz Word dasturiga o'tar edik. Yani mana boya ko'rib turganingiz, mana Word dasturiga kirganimizdagi holat, mana shu ko'rinishi. Novi dokument, shablonlar bor bu yerda. O'zingiz xohlagan shablondan foydalansangiz bo'ladi. Siz uchun masalan bepulga bu taqdim etiladi. Bizga hozir yangi dokument kerak, mana dokument faylga kiramiz. Word faylda o'sha demak nimasi bor? Fayl kengaytmasi bor, ya'ni har bitta faylni yozganingizda masalan dokument 1.doc. Masalan, rasm qo'yadigan bo'lsangiz, birinchi rasm .jpg yoki .png, .exe yoki agar telefonlarda ishlatsangiz .apk fayllar bo'ladi. Ya'ni o'sha dasturda fayl kengaytmasi hisoblanadi bizda. Mana ko'rib turganingizdek, boya aytdim, sarlavha satri, panel bistroga dastur tugmasi, demak mana bu menyular, uskunalar paneli, mana glavniyni uskunalar paneli, vistavkani uskunalar panelini ko'rasiz. Mana vistavkada boshqacha, dizaynda boshqacha, mana razmetka stranitsa, sisilka, rasselka, mana hammasiniki bir-biridan demak farq qilar ekan. Glavniy. Men boya aytganimdek, yana demak liniykalar bor, mana chizg'ich nimalarimiz, holat satri, mana bu yerda masalan nechta list joylashganligi ko'rsatilgan, nechta so'z, boya aytganimdek mana 3 ta bo'lim, demak o'rtadagisini demak biz ishlatar ekanmiz. Mana shu joyga ham e'tibor beradi. Sichqonchaning yo'nalishini qarab nima qilasizlar. Va bizda mana plus minus degan buyruqda ko'rsatganim, plusni bossak mana list yaqinlashadi. Minusni bosadigan bo'lsak esa mana listimiz nima bo'lyapti? Uzoqlashar ekan. Va men sizga osonroq usulni o'rgatdim, ya'ni Ctrl ni bosib turib
g'ildirakchani oldinga aylantirasiz, g'ildirakchasini, sichqonchadagi g'ildirakchani albatta yaqinlashadi, mana ko'rib turganingizdek. Agar orqaga aylantirsangiz, mana listimiz uzoqlashadi. Ya'ni buni o'zingiz uchun albatta demak nima qilishingiz kerak? O'rganib qo'yishingiz kerak. Va oxirgi nima ham sizlarga mana matn kiritamiz. Qaysi matnda yozadigan bo'ldik? Mana ixtiyoriy matnni ekranga chiqarib olish. Ya'ni bizlarga biror shablon matn kerak. Shuning uchun quyidagi kalit so'zni yozamiz. Teng lorem kalit so'zini yozib, kalit ichiga o'lcham kiritamiz. Ya'ni matnni hajmini 4-7 va enter tugmasini bosadigan bo'lsak, mana bizga demak nima chiqarib berdi? Lorem matnimizni umumiy katta ko'rinishini chiqarib berdi. Mana shunday. Endi bu qandaydir masalan ispancha matn bo'ladigan bo'lsa, endigisi teng rand kalit so'zi orqali rand kalit so'zini yozib, masalan 6-7 rand kalit so'zini yozib, enter tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga endi kirilcha matn chiqarib beradi, mana ko'rib turganingizdek. Bu nima uchun kerak? Ertaga masalan belgilar mana shu matnda mana bu uskunalardan foydalanib ko'rish uchun biz demak nima qilar ishlatar ekanmiz. Mana rangini qizil qilib qo'yamiz. Xullas do'stlar, 5-darsimiz mana shu yergacha nihoyasiga yetadi. Keyingi darsimizda biz mana shu glavniy menyusidagi asosiy buyruqlarni o'rganib chiqamiz. Demak, sizga mana shu videoni ko'rib chiqishni tavsiya qilaman oxirigacha. Hamda video tagida kerakli ma'lumotlarni qoldiramiz. Ma'lumotlarni o'qib chiqqan holatida demak nima qilishingiz mumkin? Testlarni vazifalarini bajarib, keyingi darsga o'tishingiz mumkin bo'ladi.